onasi ham, otasi ham birdek kerak. Dada, men o'zim ham ota, ham ona bo'laman. Sen otani otadek ko'rmayapsan. Sen qanday qilib ota bo'lishing mumkin? Bo'pti. Unda gap bunday. Bu yog'iga endi sen o'zingni bemalol eplaysan. Qizing ham katta bo'lib qoldi. Bu yerda o'tiravermasdan o'zingga ijaraga uy topgin-da, chiqib ket. Voy. Oyi, Endi biz ham kelinimizni uyga qaytarib olib kelmasak, onang bilan men endi o'zimizni boqishga, ovqat qilishga yaramaymiz, bolam. Nimalar deyapsiz dadasi? Kelin siqqan uyga qizimiz sig'maydimi? Sig'maydi. Ayniqsa bu sig'maydi. Bu kelib kamiga anavi singlisining ham tarbiyasi buzildi. Senchi, sen ona bo'lib bularni to'g'ri yo'lga solish o'rniga bularning tarafini olyapsan. Kelganingdan beri qo'lingga yo bir spirga oldingmi, yo bitta pelani yuvgan joying bormi? Ha? Yo sen boshqatdan kelin bo'lib hamma ishlarni o'zingni bo'yniga olmoqchimisan? Menga qara. Gap shu. Sen o'zingni oilangni buzdingmi? Endi ukangni oilasiga chang solma.